Xuddi yuzda anori bor qizlarga o'xshab yomon bo'lib ketganda, o'zimdan emas, yuzimdagi narsalardan uyaladim. Chunki odamlar qarasa g'alati bo'ladi. Keyin xuddi ugri ko'rmaganda, "Voy, nima bo'ldi yuzingga?" deb so'raganlar va shu yoqmas. Yuzim tipi kuyganga o'xshab qolgan. Toshishni boshlaganda unaqacha menga voqmalik bo'lmaganda ketib qoladi deb o'ylaganman. Ketgan u chiqib kelaverganda, institutga ham bormaganman. Shundasidan 2 oy bormaganman. Umuman stress, depressiya shu narsalar bo'lgan. Yig'laganman, ko'chalarga umuman chiqmaganman. Uyalganman. Yuzimdagilarni boshqalar qarasa g'alati bo'ladi deb o'ylaganman-da. Bularga kelishdan oldin mask taqib yurganman polni. Kechasi bilan yig'lab chiqqanman. Bir ikkita odamlar aytishdi, "Voy, ketmaydi yuzingdagilar, просто pul shilishadi ular, boshqa hech nima qilib berishmaydi, tipi vaqting, puling ketgani qoladi, foyda bermaydi" deyishdi. Men ularga ishonmadim. O'shanga qaramayman, chem yuzimni ko'rgandan ko'ra dedim. Bularga kelgandan keyin o'zi ketish boshlagandan keyin har kuni turib oynaga bemalol qarayman-da, kulaman va o'zi ketib qoldi. O'zim xursand qilaman. Rostdan ketganda, oldinga qaraganda umuman qizarishlar yo'q, misol uchun. Uyalmasdan misol uchun yuribman. Men Irodopiga ishondim, bu ketadi dedim. Bo'ldi, ketdi yuzimdagilar.